Assalomu alaykum, sizlardan Umid Kamolov. Biologik bilimlarimiz azizlikcha ko'paytirib olamiz. G1S va undan keyingi davr G2 davri haqida gaplashamiz. G2 davri sintezdan keyingi davr deyiladi va mitoxondriya 2 ga bo'linadi. Bo'linish uchug'i tarkibiga kiruvchi tubular oqsili sintezlanadi. Navbar to'plam 2N 4S. Ha, shunaqa do'stlar. Ikkita e'tibor beradigan jihatingiz bor. Mitoxondriya 2 ga bo'linadi. Qachon? Sintezdan keyingi davr, ya'ni G2 da. Kitobingizni oching, yerinmay ochib turib qarang. Mitoxondriya qanaqa bo'lar ekan? Xuddi boshqarib ketadi. Ana shu organoid 2 ga bo'linadi. G2 davrida va qolaversa bo'linish uchug'i ipi. Tasavvurga ega bo'ling. Aniq ko'ring, mana bu bo'linish uchug'i ipi. Ana shu tarkibiga kiruvchi oqsil. Mana bo'linish uchug'i tarkibiga kiruvchi oqsil bor. U bo'lsa tubulin oqsili hisoblanadi. Adashtirib olmang, tubulin oqsili hujayra markazi, ya'ni sentriolalar tarkibiga ham kiradi, lekin bo'linish uchug'i ipi tubulin oqsili orqali amalga oshadi. Ana u esa G2 davrida sintezlanadi.